5.000 so'm bilan 5.000 dollarlik operatsiyadan qutulishingiz mumkin. Oddiygina karam 5.000 so'm turadi. Unga har qanday qizdiruvchi mazda olamiz va ichiga qo'yamiz. Ozgina yetadi, ozgina. Qizdiruvchi har qanday maz bo'lsin, bizga mana shu maz ma'qul tushdi. Uni olamiz, ichiga suramiz, maz. Karamni qo'yamiz. Xo'p, ustidan yana bir qavat qo'yamiz. Mana. Yana 3-qavatni ham qo'yamiz. Streç olamiz. Mana shu 2 qavat streç aylantiramiz, yetadi. Bo'ldi. Bu oddiygina karam 5.000 so'm turadi, lekin sizda 5.000 dollarlik 50 millionlik operatsiyadan qutqarib qolish mumkin. Hozirgi kunda ko'paygan oyoq og'rig'i, ya'ni tizda bo'g'inlar yemirilishi, yallig'lanishi, minsk kasalliklari uchun va shamollashlar uchun karam eng yaxshi vosita. Ilgari zamonda uni o'rniga, masalan, mazza o'rniga ilgari zamonda aniq qilishgan. Asal qilishgan, qo'y yog'i, buni yog'i yo'q. Hozir zamonaviy, современный, zamonaviy narsasi. Bu krem, har qanday krem, bu bo'lsin, u bo'lsin farqi yo'q. O'shani olasiz, karamni ichiga surasiz va xuddi shu shaklda qo'yasiz. Bo'ldi. Sizda tizza og'rig'i, xudo xolisa, mana shu shaklda 4-5 kun qiling, hech qanday tizza og'rig'i qolmaydi.